Farzandingizning tuxumga nisbatan allergiyasi bormi? Unda ekranga yaqinroq keling, siz uchun yaxshi yangilik bor. Bilamizki, ayrim vaksinalar, masalan, KPK yoki gripp vaksinasi o'zining tarkibida qisman tuxum oqsillarini ham saqlaydi va tuxumga nisbatan allergiyasi bor bo'lgan bolalarga ushbu vaksinalarni qabul qilish taqiqlangan edi. Ammo oxirgi o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tuxumga nisbatan allergiyasi bor bo'lsa ham bolalar bemalol ushbu vaksinalarni qabul qilishlari mumkin. 171 nafar tuxumga nisbatan allergiyasi bor bo'lgan bolalarga, shularning ichida 24 nafarda og'ir allergik anafilaktoid reaksiya kuzatilgan bo'lgan. Ularga tarkibida tuxum saqlovchi vaksina qilingan va ularning hech birida og'ir allergik reaksiyalar va umuman allergik reaksiyalar kuzatilmagan. Bu yaxshi yangilik. Endi tuxumga nisbatan allergiyasi bor bo'lgan bolalar bemalol hamma vaksinalarni olishi mumkin. Ulardan oldindan anamnez yig'ayotgan paytda tuxumga allergiyasi bormi, yo'qmi deb so'rashning ham hojati yo'q. Har qanday vaksina punktida har qanday vaksinani olishlari mumkin. Tuxumga allergiya vaksinaga qarshi ko'rsatma emas. Agar farzandingizda tuxumga nisbatan allergiya bor bo'lsa va vaksina olishga qo'rqib yurgan bo'lsangiz, bemalol borib vaksinalarni qabul qilsangiz bo'ladi.